Sergeli 3-metro bekatining yonidan Novostroykan 1-etajidan sutik narxda nejiloy topib qo'ydik. Kvadratiga $850 berib yuborilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxlit oyna taxminan 9 metr fasadi, 146 kvadrat olib arenda berib qo'yaman deydigan yoki o'zlari uchun ofis qilib ishlataman deydigan uchun ideal variant. Skvozная planirovka ikkita bor bunday ofisdan. Birinchisi 146 kvadrat, xuddi shu devorning orqa tarafida 188 kvadratli nejiloy topib qo'ydik. $850 dan berib yuborilyapti. Pul срочно bo'lganligi uchun o'sha narxda va arzon narxda kanalda ko'rayotganingiz uchun o'sha narxda berib yuborilyapti. Bu 188 kvadratli ikkinchi nejiloyimiz. Taxminan fasadi 12 metr. Hujjatlari hammasi joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kadastrlari yaqinda chiqqan. Kadastrlarning ham rasmini qo'yib qo'yamiz. Mana yorug'. Boyaga aytgan devorimiz mana to'g'ridagi. Xolisalaringiz buzib tashab, yaxlit qilib foydalanasizlar. Shunaqa metroning yonida 55 kvadratli nejiloyda $120,000 so'rab turibdi. Taxminan $2180 dan aylanadi 1 kvadrati. Bu undan 3 barobar arzonroq, $850 dan pul срочно bo'lganligi uchun o'sha narxda ko'ryapsizlar. Sotib olib arendaga beraman desalaringiz, xususiy bog'chaga, ofisga, trakchilar ofis qilaman deydi yoki trenajyorni zal, tikuv sexi xohlagan narsalar qilsalaringiz bo'ladi, bemalol hujjati nejiloy holatda turibdi. Bizdan uzoqlashmang. Arzon variantlarni o'tkazib yubormoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.